Hech e'tibor berganmisiz? Kino aktyorlari sahnada deyarli ovqat yemaydilar. Buning sababi sizni aniq hayratda qoldiradi. Agar siz kadrga yaxshilab tikilib qarasangiz, ko'rasiz. Aktyorlar soatlab ovqatlar to'ra tarelkalar ustida o'tirib, o'zlarini ovqatlanayotgandek ko'rsatadilar. Gap bu yerda ishtaha bor yoki yo'qligida emas. Filmda ovqatlanish uchun ajratilgan 1-2 minutlik sahna aslida bir kundan ortiq suratga olinishi mumkin. Bu aktyorlar uchun juda qiyin jarayonlardan biri. Shuning uchun ba'zilar o'zini yeyotgandek, ba'zilar ozgina tishlamlar bilan, ba'zilar esa tishlagan bo'laklarni dubl tugagandan keyin maxsus konteynerlarga tuflab yuborishadi. Aktyorlarga ham oson emas, lekin shunday aktyorlar borki, ular kadr realistik chiqsin deb rostdan berilgan ovqatni yeyishadi. Misol uchun Brad Pittni Gollywoodda eng och aktyor deb atashadi, chunki u doim kadrda nimadir yeb turgan bo'ladi, hatto ssenariyda bu bo'lmasa ham. Bu personajni jonliroq qilib ko'rsatib berish maqsadida qilinadigan mehnatning bir bo'lagi. Shunday qilib kino bu faqat maxsus effektlar emas, balki 10 soat ketma-ket bir xil sovuq go'sht bo'lagini ishtaha bilan chaynash ham bo'lishi mumkin. Shu kabi qiziqarli faktlardan xabardor bo'lib turish uchun ITV.uz sahifasiga obuna bo'lib qo'ying.